Assalomu alaykum akalar. Bizdan ko'pchilik klientlarimiz, ya'ni o'sha Xitoyda o'zidan primo yig'ilib kelgan skuterlar so'rashadi. Shunaqa skuterlarimizdan kelgan. Bu tank modelimiz. Ko'rsanglar, buni ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ladi va akalar bu baquvvatlik bo'yicha bitta yig'ilgan skuterlardan sal farq qiladi. Ya'ni bu ancha-muncha baquvvatroq bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi ekan. Tablolar pon elektronniy. Bu yerda o'zini kolonkalargacha bo'ladi. Multimediyasi, bu tomonda farni yoqib o'chirish, bu yerda qo'shimcha nimalar ham bor akalar. Hamma knopkalar chotki ishlaydi akalar. Va orqasida bagajnikni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Hammasi chotki yig'ilgan bo'ladi akalar. Hech qanaqa muammo yo'q. O'zini mana kitobchilari, dokumenti ham bo'ladi. Ya'ni bu sizlarda skuterga nomer olish uchun kerak bo'lgan narsa o'zini polilargacha bo'ladi akalar. Hamma dokumentatsiyasi bor akalar. Hamma narsa joyida bo'ladi. Bundan kelib boshqa tank skuterlardan farqi kelib bu ancha-muncha baquvvatligi va premiumligi akalar. Akalar bu modelimizni narxiga keladigan bo'lsa, akalar $950 dan qilib beramiz. Bunda yana ozgina o'tib berilgan joyi bor akalar. Bu skuterimizni akalar nasiyaga ham olsa ham bo'ladi. Ya'ni 12 oy, 24 oy, 36 oyga Open nasiya orqali sizlarda bitta dokumentalniy ish joylangan bo'lsa, o'sha orqali chiqarib beramiz akalar. Ya'ni shu Open nasiyadan ro'yxatdan o'tib, limit olib bizga qaytib aloqa qilsangiz ham bo'ldi. Past nomerlar qoldiryapmiz akalar. Bemalol operatorlarimizga telefon qilib zakaz qilib bo'ladi akalar.